o'qituvchilarimni xafa qilganimni eslolmayman. Balki chaqirtirishga ota-onam bo'lmagani uchun xato qilishdan qo'rqib bo'lsam kerak. Bas. Bolani oldiradi. Bugun akangiz bilan bir narsa o'ylab qo'yganmiz. Xudo xohlasa xursand bo'lasiz. Uni o'zlari hali aytmay turinglar degandi. Nega sen hozir xotinimni tekshirmaysan? 10 yilda 120 ta oy bor. 3600 ta kun bor. 10 yil har oyda umidingiz so'nishini, har kuni 3 martalab bolasizligingiz eslatilishini bir sanab ko'ring. Men tuqqanimdan keyin u uyga qaytib bormayman. Farzanding quyosh bolasi bo'lishi mumkin.